Joriy yilning 27-30 aprel kunlari mamlakatimizda yoshlar o'rtasida vatanparvarlik, jasorat va jismoniy tayyorgarlikni yuksaltirishga qaratilgan muhim tadbir Amir Temur vorislari harbiy sport musobaqasi yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur musobaqada harbiy ta'lim muassasalari o'quvchilari faol ishtirok etdi. Musobaqada mamlakatimizdagi barcha Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylari, Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlarining yosh chegarachilar jamoalari hamda Mudofaa vazirligining Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi o'quvchilari ishtirok etdi. Har bir jamoa 20 nafardan iborat bo'lib, ular nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki intellektual salohiyat, jamoaviy hamjihatlik va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlari bo'yicha ham bellashishdi. Shu kunlarda respublikamizda davlat arbobi buyuk sarkarda Amir Temur bobomizning 690 yillik yubileyi keng nishonlanmoqda. Mazkur tantanalar harbiylashgan ta'lim muassasalarida juda ham ko'tarinkilik ruhida nishonlanib kelinmoqda. Bizni Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyimizga respublikamizdagi barcha harbiylashgan ta'lim muassasalari, ya'ni Temurbeklar maktablarining o'quvchilari sport musobaqalariga yig'ilishdi. Musobaqaning o'ziga xos jihati shundaki, u an'anaviy harbiy sport yo'nalishlari bilan cheklanib qolmagan. Bu safargi bellashuvlar zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda tashkil etildi. Xususan, ishtirokchilar dron racing, robototexnika va avtotransport kabi innovatsion yo'nalishlarda ham o'z salohiyatlarini namoyon etdi. Boshlansin. Bu esa bugungi kunda harbiy sohada ham texnologiyalar hal qiluvchi omilga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga harbiylashtirilgan estafeta, granata uloqtirish va voleybol kabi an'anaviy yo'nalishlar yoshlarning jismoniy chiniqishi va jamoaviy ruhini mustahkamlashga xizmat qildi. Bu musobaqalarda biz nafaqat sportda, balki har qanday vaziyatda tezkor fikrlash, to'g'ri qaror qabul qilishni ham o'rganamiz. Bu bizni jamoada ishlash, intizom va mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi. Musobaqada ishtirok etayotgan barcha tengdoshlarimiz intiluvchan va maqsad sari qat'iyat bilan harakat qilayotgan yoshlar. Biz litseyimiz sha'nini munosib himoya qilishga harakat qilamiz. Musobaqa yakunlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi 3-o'rinni, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari yosh chegarachilar harbiy akademik litseyi 2-o'rinni, Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi faxrli 1-o'rinni egalladi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Voyaga chiqayotganimizda tugun bog'lash bilib olishimiz kerak. 8lik deymiz, o'zimizga ilgan holatda chiqsak ham bo'ladi. Musobaqa doirasida ishtirokchilar uchun ma'naviy ma'rifiy dastur ham tashkil etildi. Ular poytaxtimizdagi G'alaba bog'i va Yangi O'zbekiston bog'ida yurtimiz tarixi, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar hamda tinchlikning qadr-qimmati haqida yana bir bor taassurotga ega bo'lishdi. Bu kabi tashriflar yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joiz, mazkur musobaqa har yili navbat bilan turli harbiy akademik litseylar mezbonligida buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temur tavalludiga bag'ishlab o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa yoshlarda tarixiy xotiraga hurmat va milliy g'urur tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi.